Doktor, turmushga chiqqanimga 5 yil bo'ldi. Hali bir marta ham orgazm his qilmayman. Erim har narsa qiladi, lekin orgazm his qila olmayman. Buning sababi nimada deb obunachim yo'llashibdi savol. Albatta bunaqa savollar liskamga to'lib yotibdi. Shuning uchun ham men hozir mana shu videoni sizlarga olyapman. Ya'ni ayollar jinsiy aloqadan lazzatlana olmaslik sabablari nimada? Mana shu haqida bugun gaplashamiz. Videoga yaqinroq keling. Telefonmi, kompyutermi, planshetmi yaqinroq qo'ying. Xonada sizdan boshqa bo'lmasin. Bu yerda hozir aytiladigan gaplar albatta nozik mavzular haqida gaplar haqida ketadi. Xo'p, anorgazmiya, orgazm ololmaslik bu kasallik albatta. Bu kasallik natijasida kelib chiqadigan holat hisoblanadi. Endi bu qanday turlari bor? Birinchi mana shu turlarni gaplashamiz, keyin sabablarini va buni diagnostika va davosini ham oxirida gaplashamiz. Xo'p, buni 3 ta turi bor. Latent, genital va общий. Latent bo'ladigan bo'lsa, возбуждение bor, ya'ni xohlaydi ayol kishi aloqa qilishni, lekin aloqaga kelgan payti orgazm his qilmaydi. Вообще. Keyingisi genital. Genital deganda bunda qandaydir erotik nuqtasiga tegsangiz ham ayol kishi lazzatlana olmaydi. Hirs oshmaydi, oddiy qilib aytadigan bo'lsa. Aloqadagi вообще orgazm olmaydi. Общий bo'ladigan bo'lsa, hammasi kiradi. Hammasi ichiga kirib ketadi. Endi qarang, ko'pincha holatlarda buni sabablarini o'ylashadi. Mana shu kelinlar, ayol qizlar o'ylaydi, что men o'zi shunaqa bo'lib tug'ilganman. Men umr davomida endi orgazm olmayman deb o'ylashadi. Yo'q, xatolashasiz. Unaqa emas. Siz albatta jinsiy aloqadan orgazm olsangiz bo'ladi. Faqat buni konkretniy sababini topish kerak va to'g'ri vrachga uchrashish kerak. Albatta seksopatolog, endokrinolog, ginekolog buni birgalikda davolaydigan shifokor hisoblanadi. Endi qarang. Sabablarga keladigan bo'lsak, sabablarni ham 3 taga bo'lishimiz mumkin. Bu fiziologik, psixologik va sotsial. Ya'ni ijtimoiy. Birinchisi fiziologik deb gaplashib o'taylik, ya'ni sizni tanangizda qandaydir bir o'zgarishlar borligi. Bu birinchisi gormonal o'zgarish. Ko'pchilik o'ylaydi, gormonal o'zgarish hech qanday ta'sir qilmaydi. Yo'q, adashasiz. Gormonal o'zgarish juda ko'p joylarga ta'sir qiladi. Butun tanangizga, даже psixingizga ham ta'sir qilishi mumkin. Endi qaysi gormonlar? Albatta, estrogenning pastligi, testosteronning pastligi. Xato eshitmadingiz, to'g'ri eshitdingiz. Ayollarda ham testosteron bo'ladi. Bu tushib ketadigan bo'lsa, xohish ham tushadi, orgazm ham ola olmaysiz. Baland bo'lish kerakmi? Yo'q, normada bo'lish kerak. Normada bo'ladigan bo'lsa, siz jinsiy aloqaga ham xohishingiz yuqori bo'ladi, orgazm ham zo'r olasiz. Shunaqangi ayollar bor, testosteron baland. Ular jinsiy aloqaga tashna bo'lishadi. Har kuni ovqat yeysiz-ku, ovqat yemasangiz tura olmaysiz. Ular ham shunaqa. Har kuni kamida 2-3 martalab, kamida 1 marta deylik-ku, jinsiy aloqa qilmasa bo'lmaydi. Talabi kuchli. Sababi ularda testosteron baland. Endi xo'p, sizlarga bitta sekretni aytib ketaman. Mana shu testosteron baland ayollarni, qizlarni qanday bilsak bo'ladi? Uni ko'rinishidan bilsak bo'ladimi degan savol tug'iladi. Albatta. Endi qarang, birinchi navbatda ular mana shu tuklari bo'ladi. Mana shu joylarda, sizga ko'rinadigan joylarda. Mana shu joylarda tuklar bo'ladi. Bu yerda ham bo'lishi mumkin. Qo'llarida ham ko'proq tuk bo'lishi mumkin. Ko'krak atroflarida, kindik pastida, kindik atroflarida tuklar bo'lishi mumkin. Ko'pincha holatlarda mana shu ayol qizlarda tuklar bo'ladi. Endi hozir salon, palon shunga o'xshagan narsalar chiqib ketgan, u narsalarni oldirib tashlashadi, bila olmaysizki. Unda testosteron pastmi, yo'qmi? Bitta narsani ham esdan chiqazmanglar. Tiylas ayolni ko'rib turib, bunda testosteron baland ekan, bu jinsiy aloqaga xohish yuqori ekan deb o'ylashingiz ham xato bo'ladi. Shunaqa holatlarda bu kasallik ham bo'ladi-da bu. Bu kasallik holati ham bo'lishi mumkin agar haddan tashqari ko'p bo'ladigan bo'lsa, ayol kishida tuy. Endi xo'p, mavzudan chetlashmaylik. Testosteron past bo'lsa, estrogen past bo'lsa va gipotireoz holatda. Gipotireoz bu nima? Qalqonsimon bezda gormonning yetishmovchiligi. Ya'ni mana shu qalqonsimon bez gormon yetishmasa gipotireoz bo'ladi va kasalliklar boshlanadi. Asabiychanlik boshlanadi, soch to'kilishi, vazn olish, ich qotish holatlari, xotira pasayishi holatlari kuzatilishi mumkin. Bunaqa gipotireoz holatda ham agar gipotireoz bemori bo'lsa, gipotireoz bor bo'lsa, orgazm his qilishi kam bo'lishi mumkin yoki вообще orgazm sezmasligi mumkin. Xo'p, endi keyingilari bu operatsiya. To'g'ri eshitdingiz. Mana shu xirurgik operatsiyalar ham orgazm olishingizga ta'sir qilishi mumkin yoki travmalar, kichik chanoq a'zolarida
travmalar. Keyingisi bu ginekologik kasalliklar, ya'ni yallig'lanish, jinsiy a'zo organlarining kasalliklari, bular ham albatta mana shu fiziologik anorgazmiyaga kiradi. Ya'ni fiziologik sabablarga kiradi anorgazmiyani. Xo'p, undan tashqari qandli diabet, ateroskleroz kasalliklarida ham orgazm sezish kamayib ketishi mumkin. Xo'p, endi ikkinchi sabab bu psixologik sabablar. Albatta, hozirgi kunda bu stress, depressiya, surunkali charchoq yo'q odamning o'zi yo'q bo'lsa kerak mana shu holatda. Ko'pchilikda bor. Lekin mana shu holat surunkali ravishda har kuni davom etadigan bo'lsa, bu sizning orgazm olishingizga, jinsiy aloqaga qiziqishingizga juda katta ta'sir qiladi. Xo'p, undan tashqari seksual travmalar, to'g'ri eshitdingiz. Yoshlikda mana shu xotin-qizlarga tegajonlik qilish, ne только yoshlikda, hayot davomida ham, turmushga chiqqandan keyin ham uni zo'rlamoqchi bo'lsalar, kimdir urib boshqa qilib mana shu jinsiy aloqa qilmoqchi bo'lsa, ya'ni jinsiy aloqadan qo'rqib qolsa, tamom, уже psixologik blok bo'lib qoladi. Даже orgazm naryoqda tursin, aloqa qilishga qo'rqib qoladi. Aloqadan qo'rqib qoladida tamom, vaginizm kasalligi kelib chiqadi keyin mana shunaqa bemorlarda. Albatta, bu holatlar ham juda achinarli holat. Endi hozirgi kunda bunaqa holatlar ham bo'lib turibdi, yo'q emas. Lekin o'zingizni asrang, o'zingizga qarang. Bunaqa holat bo'lishini oldini oling. Men yaqinda bitta opros o'tkazdim Instagramda. Ya'ni opros emas, biz o'zimni fikrimni aytdim, keyin pastda opros ham qo'ydik. Hozir men kechga ko'chaga chiqaman-da, kechqurun aylanganim har vaqtdan. Qarasam, e'tibor berib qarasam, ko'chada erkaklardan ko'p qizlar. Soat 10, 10:30, 11, даже 12larda ham yurishadi. Qizlar ko'p, hamma yoq qiz. Hamma o'ylayman, ota-onasi qayerga qarayapti bularni, akasi-ukasi qayerga qarayapti. Mana shunaqa kechqurun yurgandan keyin nima bo'ladi? Har xil odam bor ko'chada. Ichib kelgani bor, sog'i bor, jinnisi bor, manyaki bor. Aytib bo'lmaydi. Kechqurun hech kim yo'q. Bir o'zingiz yuribsiz yoki dugonangiz bilan yuribsiz. 2-3 tasi bo'lib kelib sizlarni zo'rlasa yoki boshqa narsa qilsa, nima bo'ladi keyin? Sizga kerakmi shu narsa? Shu haqida men gapladim. Ko'pchilik yozdi, o'z fikrlarini bildirishdi. Negativ fikrlar juda ko'p edi. Endi mana shunaqa holatlarni oldini olish uchun albatta o'zingizga qarang, singlingizga qarang, ukalaringizga qarang. Bu kechqurun ham ko'chada yurib har xil muammolarni boshingizga orttira olmang. Keyinchalik mana turmushga chiqqaningizdan keyin jinsiy aloqadan qo'rqib qolib, vaginizm bo'lib, orgazm ola olmay yurmang butun umr. Albatta bu psixologik sabablarni davolash juda qiyin, lekin davolasa bo'ladi. Vaginizm deb aytib o'tib ketdim. Vaginizmni ko'pchilik bilmaydi. Vaginizm bu jinsiy aloqadan qo'rqish. Masalan, erini yaxshi ko'radi, yaxshi ko'rishgan 1 yil 2 yil turmushga chiqadi, aloqa bo'la olmaydi, aloqada bo'lisha olmaydi, qo'rqib qolishadi. Hamma narsa o'pishish, erkalash bo'ladi. Aloqaga keldim deganda blok. Qiz italib boradi, yig'laydi, urush janjal bo'ladi, lekin aloqa bo'lmaydi. Bu vaginizm deyiladi. Buni albatta davolasa bo'ladi. Ko'pchilik mana yangi turmushga chiqqan qizlarda bo'ladi bu ko'pincha holatda. Mana shu kasallikni davolashning iloji yo'q deb o'ylashadi. Albatta bor. Bu kasallikni davosi bor va buni men o'zim davolayman. Ya'ni seksopatolog buni davolaydi. Buni davolaydigan vrachlar ne только Xorazmda, butun O'zbekistonda sanoqli, ya'ni konkretni davolab o'tirgan. Albatta, shifoni Alloh beradi. Biz faqat sababchimiz, lekin sababini to'g'ri qilish kerak. Sababini to'g'ri qilsa, bu vaginizmni davolasa bo'ladi. Vaginizm bo'yicha savollaringiz bo'lsa yoki davolanmoqchi bo'lsangiz, nomerlarni qoldiraman. Operatorimga murojaat qilinglar, adreslarni bilib kelishlaringiz mumkin. Xo'p, aytib o'tdik. Psixologikni bilib oldingiz, a? Endi mana shu ijtimoiy sabablari ham bor. Ya'ni yoshlikdan qiziga uqtirib kelishadi. Jinsiy tarbiyani xato berishadi. Jinsiy hayot bu yomon, jinsiy hayot faqat farzand qoldirish uchun, jinsiy hayot yomon deb shu miyasiga kirgizib kelishadi. Va o'sha bu tamom miyasiga bu programma urildi. Endi nima bo'ladi? Turmushga chiqadi, farzand ko'radi, orgazm ko'ra olmaydi. Sababi u miyasiga kirib qolganda. Faqat jinsiy aloqa faqat farzand qoldirish uchun, nasl qoldirish uchun kerak ekan deb o'ylaydi. Yo'q, vaholanki hayotga kelgandan keyin hayotning lazzatlaridan biri. Bu narsa sizga kerak. Ne только lazzatlanish uchun. Bu butun sizning tanangizga kerak. Qancha ko'p lazzatlansangiz, orgazm olsangiz, sizda kasallik bo'lishi kamayadi. Gormonal foningiz yaxshilashadi, butun tanangiz yaxshilashadi. Polni kasal bo'lish muammosi kamayadi. Albatta bilib qo'ying. Mana shu stress, depressiyani oldini oladigan, davolaydigan narsa bu jinsiy aloqa. Ya'ni sifatli jinsiy aloqa. Buni esdan chiqarmang.
Xo'p, mana shu tarbiyadan keyin ham mana shu anorgazmiya kelib qolishi mumkin. Yana bitta narsani aytib ketay, hozir esimga tushib qoldi. Mana vaginizm dedik-ku, vaginizmni davolagandan keyin deydi, men bir ikkita vrachlardan eshitib qoldim. Endi men yomonlashni yomon ko'raman. Yaqinda bo'lgan voqea shu. Vaginizmni davolagan bilan ham deydi, keliningiz aloqa qilgani bilan ham deydi, orgazm ola olmaydi deydi yoki haftada bir, oyda bir marta yotib bo'ladi eri bilan deydi. Yo'q, adashasiz. Siz adashasiz agar mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz. Unaqa deb bemorlarni battar tushkunlikka, battar mana shu jarlikka itarib yormang. Uni davolasa bo'ladi. Hech muammosiz bemalol aloqa qilishadi, orgazm ham olishadi vaginizmdan keyin. Buni unutmang. Bu ko'pchilik mana shu tushunmaydigan odamlardan bu narsani so'ramang. Buni seksopatologdan so'rang. Seksopatolog, haqiqiy seksopatologdan so'rang. 1 yil, 2 yil o'qigandan emas. Haqiqiy mana shu medik seksopatologdan so'rasangiz buni biladi va aytadi sizga. Buni davolasa bo'ladi, siz bemalol orgazm olsangiz bo'ladi. Xo'p, endi hozir bir ikkita miflarimiz ham bor. Mana shu orgazm bo'yicha shuni aytib ketamiz. Xo'p, orgazm har qanday stimulyatsiyada deydi bo'lish kerak deydi. Ya'ni o'pganda yoki siypalaganda yoki boshqa bir joyingizga, liboy joyingizga tegganda orgazm olishingiz kerak deb o'ylashadi ko'pchilik. Yo'q, unaqa emas. Bu har kimda har xil bo'ladi. Ya'ni individualniy bo'ladi. Biz hammamiz bir xil odam emasmiz-ku. Mana barmog'imiz, 5 ta barmog'imiz teng bo'lmagandek, bizlar ham har xilimiz. Har kim har xil narsani xohlaydi. Masalan, birovni qulog'iga tegsangiz yoqadi, birovni bo'yniga tegsangiz yoqadi, birovga yoqmaydi shu narsa. U hamma narsadan orgazm olishi kerak degan mif xato. Keyin shunaqa holatlar eshitganman yana. Bu ham mifda ayol kishi faqat klitor orqali orgazm oladi, boshqa yerdan orgazm olmaydi deb o'ylaydi. Yo'q. Nimaga? Har kim har xil, yana aytaman. Faqat klitor orqali emas. To'g'ri, klitor orqali ham orgazm olinadi. Klitoralniy bor, vaginalniy bor. Buni har xil orgazm turlari bor. Hozir bu yerda orgazm turlari haqida gaplashmaymiz, prosta men mana shu xato fikrlarni sizlarga aytyapman. Boya vaginizmni ham aytdik. Vaginizmdan keyin ham bemalol orgazm olishi mumkin. Endi asosiy davosiga keladigan bo'lsak, endi davosi albatta bu individualniy bo'ladi. Har kimda har xil bo'ladi. Общий tushuntirib o'tib ketaman. Buni davolasa bo'ladi. Anorgazmiyani davolashning iloji bor. Faqat to'g'ri yondashilsa va to'g'ri shifokorga borsangiz. Boya aytganimdek, endokrinolog, ginekolog va seksopatolog bu kasallikni davolaydi birgalikda. Endi birinchi navbatda siz nima qilishingiz kerak? Albatta, gormonlar tekshiriladi, boya aytgan gormonlarim. Estrogen, testosteron, undan tashqari TTG, T4 sobolniy. Mana shu gormonlar tekshiriladi. Keyin yallig'lanish kasalliklaringiz bormi yo'qmi, buni ginekolog tekshirib beradi. Undan tashqari psixoterapiya bor va seks terapiya ham bor. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Seks terapiya degani bu xotinga tushuntiriladi. Mana shu seks terapiya ham qilinadi. Undan tashqari sizlarga yana maslahatim bo'ladi. Jinsiy aloqada lubrikantlardan foydalaning. Jinsiy mana shu a'zoyingiz, ayolning qini deylik, mana shu qin ham quruq bo'lsa, orgazm olmaydi, og'riq bo'ladi. Lubrikantdan foydalaning. Undan tashqari yana nafas mashqlari bor, kegel mashqi bor. Kegel mashqi mana shu kichik chanoq mushaklarini yaxshilaydi, ukroplat qiladi. Bu ham juda kerak sizga. Va albatta bu muammoni eringizga aytishga uyalmang. Ko'pchilik boya aytdim-ku, men 5 yil bo'ldi aloqa qilishadi bemorlarimiz, lekin orgazm olishmaydi. Buni eringizga aytishga uyalmang. Xotin o'rtasida mana shu stena bo'lmasligi kerak, devor bo'lmasligi kerak. Devorni buzib tashlash kerak. Eringiz ham muammosini aytsin, siz ham muammongizni ayting, bir-biringizga muammolaringizni aytinglar. Bu muammoni birgalikda hal qilinadi. Xo'p, do'stlar, mana shu orgazm olmaslik sabablarini bilib oldingiz. Miflarni bilib oldingiz, kelib chiqishlarni bilib oldingiz, davosini bildingiz. Mana shu videoda. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yish esdan chiqmasin va mana shu videoni yaqin dugonangizga, opangizga, singlingizga yuborib qo'ying. Turmushga chiqqanlarga faqat, turmushga chiqmaganlarga emas. Qo'rqib qolishmasin ular ham. Kommentariyaga savollaringiz bo'ladimi, boshqa bo'ladimi yozib qoldiring. Kanalga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aytgancha, mana shu jinsiy tarbiya noto'g'ri bo'lganidan kelib chiqadi deb aytdim-ku. Mana shu jinsiy tarbiyada ko'pchilik birinchi kechani hech kim tushuntirmaydi-da. Jinsiy tarbiyani birinchi kechada qanday bo'lish kerak, nima qilish kerak? Yo'q. Bor kir deydi, ering nima qilsa, yotasan, tamom deydi. Nima desa shuni qilasan deydi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Unga tushuntirish kerak. Tamom, qo'rqib qoladi, vaginizm kasalligi bo'ladi yoki umr davomida keyin bir marta ham orgazm his qilmay o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun uni tushuntirish kerak, birinchi kecha qanday bo'lishini. Mana shu bu bizga aytmadim birinchi kechani. Birinchi kecha bo'yicha do'stlar kursimiz bor. Bu ayol qizlarga ham, erkaklarga ham
to'g'ri keladigan kurs, onlayn darslik bu. Bu darsligimizni olish uchun pastda nomer qo'yganmiz. Mana shu operatorning nomeri, Telegramdan yozinglar. Birinchi kecha deb yozsanglar, ma'lumotni tashlab beradi. Albatta bu pullik, arzimagan pul, o'sha arzimagan pul. Bitta kafega kirsangiz, ikkita dugona bo'lib, shu yo'qotadigan pulingizga sotib olasiz. Zato siz birinchi kechani ideal o'tkazish haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Hamma narsa ipidan ignasigacha hamma narsasi tushuntirilgan. Даже qaysi pozada, qanaqa qilib aloqa qilish kerak, hammasi aytib o'tilgan. Albatta bu yopiq kanalda bo'ladi. Tezroq operatorimga yozinglar birinchi kecha deb. Pastda ham silkasini qoldiramiz, opisaniyada ham, kommentariyada ham. Bo'lmasa do'stlar, hammangizga kattakon rahmat. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog'likda ko'rishguncha.